hayotimni tom ma'noda o'zgartirgan, hayotimni bir qismiga aylangan va aytish kerakki, bugungi kunda ochig'ini aytaman, bo'rttirmasdan hayotimni mana shu loyihasiz tasavvur qila olmaydigan eng yaxshi ko'rgan filmim. Va tan olish kerakki, bu haqiqatdan ham imkoniyat, chunki tasavvur qiling, unaqa fenomenal loyihalari yo'q, hali unchalik Gollivudda tanilmagan va oddiygina bir kichkina studiyada o'zini kichik byudjetli loyihalarni suratga olib yurgan odam uchun bu haqiqatdan ham katta imkoniyat bo'ldi. O'zbekistonga bu film uzoq 2000-yillarda yetib keladi. Uni mahalliy telekanallarda ko'rsatishadi, mahalliy kinoteatrlarda ko'rsatishadi va tan olaman, boshida bu filmni ko'rganimda u film menga umuman yoqmagan, chunki birinchidan filmni ko'plab sabablarga ko'ra har xil joylardan ko'rganman. Tamom, ya'ni o'zim uchun bir yangi loyihani kashf qilganman va o'sha kundan men va loyihasi o'rtasidagi muhabbat boshlangan desam ham to'g'ri bo'ladi.